bugun juda muhim savolni aniq qilib ko'rib chiqamiz. Pensiya yoshiga yaqinlashgan odam pensiya jamg'armasiga albatta murojaat qilishi kerakmi yoki hammasi avtomatik bo'ladimi? Savol faqat hozir pensiyaga chiqayotganlarga emas. 3 yoshdagi, 7 yoshdagi, chet elda ishlayotgan, norasmiy ishlagan, ish staji uzilib qolgan, arxiv hujjatlari yo'qolgan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya masalasida birgina noto'g'ri keyinchalik o'ylab ovora bo'lishga. Kamroq pensiya olishga yoki umuman pensiya tayinlanishi kechikishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim pensiya jamg'armasiga borishi kerak? Kimga shart emas? Qaysi holatda ariza berish zarur? Qaysi holatda hujjatlarni oldindan tekshirtirib qo'yish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka pulini, vaqtini va asabini tejab beradi. Avval qanday edi? Ilgari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilardi. Odam pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga borardi. Mehnat daftarchasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni, arxivdan olingan hujjatlarni, pasport nusxasini, stil yoki boshqa ma'lumotlarni olib kelardi. Keyin mutaxassislar uning ish stajini hisoblab, maosh ma'lumotlarini tekshirib, pensiya miqdorini chiqarardi. Agar mehnat daftarchasida muhr xira bo'lsa, ishga kirgan yoki ishdan bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot topilmasa, odam yana qayta yugurishga majbur bo'lardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirildi. Elektron ma'lumotlar bazalari paydo bo'ldi. Ko'plab ish beruvchilar xodimlar bo'yicha ma'lumotlarni elektron tizimlarda yuritmoqda. Ijtimoiy soliq va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar tegishli bazalarda aks etadi. Ayrim hollarda pensiya tayinlash uchun oldingidek juda ko'p qog'oz ko'tarib yurish shart bo'lmay qolgan. Lekin mana shu joyda eng katta xato boshlanadi. Odamlar hammasi avtomatik bo'lsa kerak, demak men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida shuni aytaman, tizim osonlashdi, lekin bu hamma uchun hech qanday harakat kerak emas degani emas. Ayniqsa sizning mehnat faoliyatingiz bir necha davrga bo'lingan bo'lsa, eski tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizda xatolar bo'lsa, chet elda ishlagan bo'lsangiz, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri, nogironlik, o'quvchisini yo'qotish kabi holatlar bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan masalani oldindan aniqlashtirish juda foydali bo'ladi. Men bu savolga bitta jumla bilan javob beraman. Agar pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsang yoki stajingizda shubhali davrlar bo'lsa, albatta murojaat qilish yoki hech bo'lmaganda ma'lumotlaringizni oldindan tekshirtirish kerak. Chunki pensiya tayinlash faqat yoshga bog'liq emas. Bu yerda ish staji, to'langan badallar yoki ijtimoiy soliq, ish haqi ma'lumotlari, mehnat faoliyati to'g'ri rasmiylashtirilgani, imtiyozli davrlar bor yo'qligi katta rol o'ynaydi. Masalan, erkak kishi pensiya yoshiga yetdi deylik, u 25-30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin hujjatlar tekshirilganda 1995 yildan 2001 yilgacha ishlagan korxonasining arxiv ma'lumotlari to'liq chiqmaydi. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan buyruq raqami tushunarsiz. Natijada o'sha 6 yil stajga qo'shilish kechikadi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Agar odam buni pensiya yoshiga yetgandan keyin bilsa, u bir necha oy hujjat izlaydi. Agar u 6 oy yoki 1 yil oldin tekshirtirib qo'yganda, vaqtida arxivga so'rov berardi, sobiq korxona vorisini topardi, muammoni hal qilib qo'yardi. Yana bir misol. Ayol kishi 2 yoshga yaqinlashyapti, turli davrlarda maktabda, do'konda, xususiy firmada ishlagan. U mehnat daftarcham bor bo'ldi deb yuradi. Lekin xususiy firma davrida u rasmiy ishlaganmi yoki faqat og'zaki kelishuv asosida maosh olganmi? Bu juda muhim. Agar ish beruvchi uni rasmiy ishga olmagan bo'lsa, ijtimoiy soliq to'lanmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Bu degani odam 5 yil ishladim deb hisoblaydi. Tizimda esa bu davr ko'rinmasligi mumkin. Mana shunday holatda oldindan murojaat qilish odamga real vaziyatni ko'rsatadi. Birinchi navbatda mehnat faoliyati 1990 yillar va 2000 yillarning boshlariga to'g'ri kelganlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'sha davrda ko'p korxonalar yopilgan, qayta tashkil etilgan. Hujjatlar arxivga topshirilmagan yoki noto'g'ri topshirilgan holatlar uchraydi. Agar siz zavodda, shirkat xo'jaligida, kolxozda, kichik korxonada, xususiy firmada ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Ikkinchi toifa,
mehnat daftarchasida xatolari bor odamlar. Masalan, familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova M deb yozilgan. Pasportdagi ism bilan eski hujjatdagi ism mos kelmaydi. Muhr o'chgan, buyruq raqami ko'rinmaydi. Sana ustidan tuzatish qilingan. Oddiy ko'ringan bunday xatolar pensiya tayinlashda muammo tug'dirishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 20 yil avvalgi birgina muhr sababli arxiv yuradi. Uchinchi toifa uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam bozorda savdo qilgan, ustachilik qilgan, taksida yurgan, qurilishda mavsumiy ishlagan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Bu ishlar hayotda real mehnat, albatta, lekin pensiya hisobida har doim ham avtomatik staj bo'lib tushavermaydi. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, tegishli to'lovlar qilingan bo'lsa boshqa masala. Agar umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin men 25 yil ishlaganman deyish bilan staj paydo bo'lib qolmaydi. 4-toifa chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi masalasi alohida tekshiriladi. Bu yerda davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ish, to'lovlar, hujjatlar katta ahamiyatga ega. Agar odam 10 yil chet elda ishlagan bo'lsa-yu, O'zbekistonda staji kam bo'lsa, pensiya masalasi oldindan o'rganilmasa, yosh yetganda kutilmagan savollar chiqadi. 5-toifa. Imtiyozli pensiyaga da'vogarlar. Og'ir yoki zararli sharoitda ishlaganlar, ayrim tibbiyot, ta'lim, sanoat, konchilik, transport sohalarida mehnat qilganlar uchun ayrim holatlarda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyozli pensiya men og'ir ishlaganman degan gap bilan emas, lavozim, ish joyi, sharoit, ro'yxatlar va tasdiqlovchi hujjatlar bilan belgilanadi. Shu sababli bunday odamlar pensiya jamg'armasiga kechikmasdan maslahat uchun murojaat qilishi kerak. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha ma'lumotlarni elektron tizimlarga kiritgan bo'lsa, ish haqi va ijtimoiy soliq to'lovlari muntazam aks etgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, sizda muammo kamroq bo'ladi. Lekin kamroq muammo degani umuman tekshirish shart emas degani emas. Masalan, odam 25 yil davlat tashkilotida ishlagan. Tashkilot hozir ham faoliyat yuritadi, kadrlar bo'limi bor, arxiv tartibli. Bunday holatda pensiya tayinlash odatda osonroq kechadi. Ammo baribir oxirgi yillarda lavozim o'zgarish, ish haqi ma'lumotlari, ta'til, bolaga qarash davri, boshqa tashkilotga o'tish kabi mayda ko'ringan nuqtalar tekshiriladi. Shuning uchun men bunday odamlarga ham pensiya yoshidan kamida 6 oy oldin ma'lumotlarni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Avval odam ko'proq qog'oz olib yurardi. Hozir esa ayrim ma'lumotlar idoralararo elektron almashinuv orqali olinadi. Bu juda yaxshi. Chunki fuqaro bitta ma'lumotnoma uchun bir idoradan ikkinchisiga yugurmasligi kerak. Lekin elektron baza ham inson kiritgan ma'lumotga tayanadi. Agar ma'lumot vaqtida kiritilmagan bo'lsa, noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski davr umuman raqamlashtirilmagan bo'lsa, tizimda bo'shliq paydo bo'ladi. Buni oddiy misolda tushuntiraman. Siz bank kartangizda qancha pul borligini mobil ilovada ko'rasiz. Agar kimdir pul o'tkazgan bo'lsa, u ko'rinadi. Lekin pul umuman o'tkazilmagan bo'lsa, siz men ishladim-ku deganingiz bilan kartada mablag' paydo bo'lmaydi. Pensiya tizimida ham shunga o'xshash rasmiy ma'lumotlar bo'lsa hisoblash oson. Ma'lumotlar yo'q yoki chala bo'lsa, ularni tasdiqlash kerak bo'ladi. Shu sababli hozirgi o'zgarishning ma'nosi shuki, davlat ko'p jarayonlarni yengillashtirdi, lekin fuqaroning o'z mehnat tarixini nazorat qilish mas'uliyati saqlanib qoladi. Men hatto yosh odamlar uchun ham aytaman. Har yili kamida bir marta rasmiy ish joyingiz, ish haqi, staj bo'yicha ma'lumotlaringiz to'g'ri ketayotganini tekshiring. Chunki 30 yil kutib keyin xato topishdan ko'ra bugun tuzatish osonroq. Birinchi misol. Akmal aka 6 yoshga yaqinlashdi. U BIMDOQ departamenti takaz yildan 2005 yilgacha katta korxonada ishlagan. Keyin 10 yil xususiy firmalarda ishlagan. Pensiya jamg'armasiga vaqtida murojaat qilganda BIMDOQ departamenti takaz 2005 yillar bo'yicha arxiv ma'lumoti topildi. Lekin 2007-2011 yillardagi xususiy firma bo'yicha ma'lumotlar to'liq emasligi aniqlandi. Akmal aka eski hamkasblarini topdi. Firma vorisi bo'lgan tashkilotga so'rov berdi, hujjatlarni tikladi. Natijada 4 yil staj saqlab qolindi. Agar u buni pensiya kuni kelganda boshlaganida, pensiya tayinlanishi kechikishi yoki miqdori vaqtincha kamroq chiqishi mumkin edi. Ikkinchi misol. Dilbar opa uyda farzand tarbiyasi bilan o'tirgan davrlarini pensiyaga qanday ta'sir qilishini bilmas edi. U
u o'zicha ishlamaganman, demak bu yillar yo'qoladi deb o'ylagan. Lekin ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Buni aniq bilish uchun tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Dilbar opa oldindan maslahat olgani uchun hujjatlarni tayyorlab qo'ydi va ariza berganda ortiqcha yugurmadi. 3-misol. Bahodir ismli yigit 12 yil chet elda ishlagan, lekin O'zbekistonda rasmiy staji kam. U men chet elda ishlab pul yuborganman, pensiyam yaxshi chiqadi deb o'ylaydi. Lekin pensiya masalasida pul yuborganlikning o'zi yetarli dalil bo'lavermaydi. Rasmiy mehnat shartnomasi, to'lovlar qaysi davlatda ishlagani, o'sha davlat bilan qanday tartib borligi muhim. Bahodir hozirdanoq hujjatlarni tartibga solsa, kelajakda ancha yutadi. Aks holda pensiya yoshiga yetganda nega mening 12 yilim hisobga olinmadi degan savol paydo bo'ladi. 4-misol. Mohira opa 15 yil xususiy tikuv sexida ishlagan, lekin ish beruvchi uni rasman ishga olmagan. Har oy naqd maosh bergan. Hozir u mening stajim bor deb hisoblaydi. Hayotiy tomondan u haq, lekin huquqiy tomondan masala murakkab. Agar hech qanday shartnoma, to'lov, buyruq, ish haqi qaydnomasi bo'lmasa, bu davrni tasdiqlash qiyin. Bu misol hamma uchun saboq. Bugundan boshlab rasmiy ishlashni talab qiling. Chunki pensiya ertangi kunning noni. Pensiya masalasida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri qo'shnim shunday qilgan ekan, men ham shunday qilaman degan yondashuv. Har bir odamning mehnat tarixi boshqa. Qo'shningizning staji davlat tashkilotida bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizniki xususiy korxonada. Qo'shningizda arxiv hujjati bor, sizda yo'q. Qo'shningiz imtiyozli lavozimda ishlagan. Sizning lavozimingiz ro'yxatga kirmasligi mumkin. Shuning uchun umumiy gaplarga emas, o'zingizning hujjatlaringizga qarash kerak. Yana bir nozik jihat, pensiya tayinlash sanasi. Ko'pchilik arizani qachon berish muhimligini bilmaydi. Pensiya yoshiga yetishning o'zi avtomatik ravishda pul tushadi degani emas. Amaldagi tartibga ko'ra ariza, ma'lumotlar va hujjatlar masalasi muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun yosh yetgan kuni emas. Undan oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Qachon murojaat qilish, qaysi sanadan pensiya tayinlanishi, kech murojaat qilinsa nima bo'lishi kabi savollarni o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy davlat xizmatlari kanallaridan aniqlashtiring. Arxiv hujjatlari ham katta masala. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini topish kerak. Ba'zan tuman arxivida bo'ladi, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan korxonaning huquqiy vorisi bo'ladi. Hamma arxivlar ham bir kunda javob bermaydi. Shuning uchun pensiyaga chiqishga 2-3 oy qolganda emas, kamida 6 oy, murakkab holatlarda 1 yil oldin harakat qilish ma'qul. Yana bir xato, odam faqat mehnat daftarchasiga ishonadi. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin ayrim davrlar uchun qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Masalan, lavozim zararli ishlar ro'yxatiga kirish uchun faqat korxona nomi yetmasligi mumkin. Aynan qaysi sexda, qaysi lavozimda, qanday sharoitda ishlagan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Xuddi shunday ish haqi ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatlarda ma'lumotlarning to'g'riligi katta ahamiyatga ega. Birinchi qadam. O'z hujjatlaringizni yig'ing va tartiblang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, barchasini bir papkaga soling. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ying, lekin asl nusxalarini yo'qotmang. Ikkinchi qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyKak o'z orqali yoki tegishli davlat xizmatlari orqali sizga oid mehnat va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Agar elektron raqamli imzo talab qilinsa, uni oling. Agar o'zingiz ishlata olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Maqsad bitta. Tizimda sizning ish joylaringiz va davrlaringiz qanday ko'rinayotganini oldindan bilish. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga maslahat uchun murojaat qiling. Bu yerda men hozir pensiyaga chiqyapman degan paytni kutish shart emas. Men falon yilda pensiya yoshiga yetaman, hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman, qaysi davrlarimda muammo bo'lishi mumkin deb so'rashingiz mumkin. Mutaxassis sizga qaysi ma'lumot yetishmayotganini, qaysi tashkilotdan so'rov olish kerakligini, qaysi hujjatni tuzatish lozimligini aytadi. 4-qadam, agar arxiv kerak bo'lsa, kechiktirmang. Arxivga murojaatda ish joyingizning to'liq nomini, ishlagan yillaringizni,
Lavozimingizni iloji bo'lsa buyruq sanalari va raqamlarini yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarni ko'rsating. Masalan, 1994-1999 yillarda falon tumandagi falon tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman deb umumiy yozishdan ko'ra aniqroq ma'lumot berish arxivga yordam beradi. 5-qadam, xatolarni oldindan tuzating. Familiya, ism. Otasining ismi hujjatlarda turlicha yozilgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, eski hujjatda Abdullayeva, yangi pasportda Abdullayeva bo'lsa, bu oddiy harf farqi bo'lib ko'rinsa ham ba'zan tasdiqlash talab qilinadi. Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Hujjatlardagi har bir farqni oldindan aniqlashtiring. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylashtiring. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish faqat pensiya yoshidagilarning ishi emas. Hozir 35 yoshda bo'lgan odam ham o'z kelajak pensiyasi uchun bugun harakat qilishi kerak. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Ishga qabul qilish buyrug'i borligini biling. Ish haq rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Konvertda berilgan maosh bugun yoqimli tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. 7-qadam. Ariza yozganda aniq yozing. Agar pensiya tayinlash uchun murojaat qilsangiz, arizada shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, ilova qilinayotgan hujjatlar aniq ko'rsatilishi kerak. Agar sizda alohida holat bo'lsa, masalan, imtiyozli staj, chet eldagi ish davri arxiv hujjati, familiya o'zgarishi, buni yashirmang va og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har bir muhim holat hujjat bilan tasdiqlansin. 8-qadam. Javoblarni yozma yoki rasmiy shaklda oling. Ba'zan odam og'zaki maslahat eshitadi, keyin boshqa mutaxassis boshqacha aytadi. Shuning uchun murakkab vaziyatlarda rasmiy murojaat qiling. Javobni saqlab qo'ying. Bu keyinchalik nizoli holatlarda yordam beradi. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, qonunchilikda belgilangan tartibda yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini ham biling. Ayrim xizmatlar masofadan, elektron shaklda yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazalarda to'liq bo'lsa, arizani elektron yuborish imkoniyati bo'lsa, albatta bu qulay. Lekin masofadan murojaat qilish umuman murojaat qilmaslik degani emas. Farqini tushunib olaylik. Siz bo'limga jismonan bormasligingiz mumkin. Lekin pensiya tayinlash yoki ma'lumotlarni tekshirish bo'yicha rasmiy jarayon baribir bajarilishi kerak. Men tomoshabinlarga shuni maslahat beraman. Avval imkon qadar elektron tekshiring. Keyin noaniq joy chiqsa, hududiy bo'limga boring. Agar hammasi joyida bo'lsa ham, pensiya yoshiga yaqin ariza berish tartibini rasmiy manbadan aniqlang. Chunki qonunchilik va tartiblar o'zgarib turishi mumkin. Videoda aytilgan maslahatlar umumiy yo'l yo'riq. Yakuniy qaror esa sizning aniq hujjatlaringiz va amaldagi tartib asosida bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Menimcha, ha. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, stajingizda uzilishlar bo'lsa, eski korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, norasmiy ish davrlari bo'lsa, chet elda ishlagan bo'lsangiz yoki imtiyozli pensiya masalasi bo'lsa. Murojaat qilish faqat ariza topshirish emas, balki o'z mehnat tarixingizni tekshirtirish, xatolarni oldindan topish va kelajakdagi pensiyangizni himoya qilishdir. Bugun siz 1-2 soat vaqt ajratsangiz, ertaga oylar davomida yugurib yurishdan qutulishingiz mumkin. Bugun bir hujjatni topib qo'ysangiz, ertaga pensiyangiz miqdoriga ta'sir qiladigan yillarni saqlab qolishingiz mumkin. Bugun rasmiy ishlashni talab qilsangiz, ertaga keksalikdagi daromadingizni mustahkamlaysiz. Agar sizda mening stajim yetarlimi? Mehnat daftarchamdagi xato muammo bo'ladimi? Chet eldagi ish davrim hisoblanadimi? Arxiv ma'lumotini qayerdan olaman degan savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya yoshiga yaqin qarindoshlaringizga, ota-onangizga, hamkasblaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida olingan to'g'ri ma'lumot juda katta foyda beradi.